Yurtboshimiz tomonidan olib borilgan yig'ilishda juda katta masalalar ko'tarildi. Bu masalalar oliy ta'lim dargohida faoliyat olib borayotgan har qanday professor o'qituvchini uyg'oq holatga keltiradi. Chunki masalan universitetlar, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha takliflari juda ham o'rinli deb hisoblayman. Chunki mana shunday berilayotgan taklif oliy ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobatni yuzaga keltiradi. Masalan, bu yerda aytilyaptiki, 40 ball talabalarning bandligiga beriladi. 20 ball ilmiy tadqiqot ishlariga, 20 ball ilmiy jurnallarda chiqarilgan maqolalar soni hamda 10 ball loyiha, milliy va xalqaro loyihalarda ishtirokiga ko'ra oliy ta'lim muassasalariga ball tizimi yo'lga qo'yilar ekan. Demak, bunda nafaqat talabaning bandligi, balki ilmiy salohiyat ham baravar ketadi. Ilmiy salohiyati orqasidan ilmiy jurnallardagi maqolalar soni ko'payib boradi. Demak, o'z-o'zidan endi maqolalarning saviyasi, sifati haqida ham o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki songa emas, sifatga ishlashimiz kerak bo'ladi-da. Va yana menga muhim yoqqan tomoni yig'ilishda ko'tarilgan masalalardan bittasi, bitiruvchilarimiz kam malaka talab etiluvchi joylarda ishlayapti, deyaptilar. Demak, biz o'quv modullarini optimallashtirgan holatda talabalarning malakalarini ko'p qirrali qilishimiz kerak. Hozirgi kunda eng muammoli jihatdan bittasi bu inklyuziv ta'limga kadrlar tayyorlash masalasi. Chunki inklyuziv ta'limga bitta nogironlik toifasiga mansub bola bormaydi-da. Birdaniga ko'zi ojiz bola boradi, eshitmaydigan bola boradi, tayanch harakatda tizimida muammosi bo'lgan bola boradi. Demak, ko'p qirrali malakaga, ya'ni kompleks malakaga ega bo'lgan unikal pedagog tayyorlash vazifasini o'zimiz oldimizga qo'yib qo'ydik va buni o'quv yili oldidan bu masalalarni biz ko'tardik rahbariyat tomonidan va tanlov fanlariga aynan o'sha unikal pedagog, inklyuziv ta'limga tayyor pedagog bo'lib boruvchi fanlarni kiritishni biz hozir maqsad qilib qo'ydik.